Azizlarim, bugungi chekimiz qirg'iz puliga 360 ming so'm. Ha, juda ham shok sena chiqib qoldi. Qaranglar, bu yerlarda hayotlar bor azizlar. Eng qizig'i azizlarim, polniy asfaltda yurib kelasizlar. Ha, rostdan aytyapman, polniy mashaqa kelguncha asfaltda yurib kelasizlar. Keyin bitta burilasizlar azizlarim. Xuddi o'nadir achimizni ko'chalari bo'lib sanab ketamiz. Xuddi shunaqa 1 2 3 4 5 6 7 qilib turib 13-ko'chadan burilamiz. Albatta, opani cheki bu opachilar bilan birga keladi. O'zingizlarning mashinalarda albatta Yujniylik opamiz Yujniydan ovolasizlar. 360 ming so'mga srochni sotib bering Abdulla, juda ham pul zaril deyapti. Chekimiz ana 10 bo'lyapti azizlarim. Mana operatorchilarga yaqinlatib ko'rsatyapti. Pashti tekis 6 soti 20 ga 30 azizlar. Men mashinamni mayerga to'xtatib, azizlar, sizlarga mashina turi ko'rsatyapman. Mayerda albatta bitta ko'prik bo'lish kerak ekan, ko'ryapsizlar. Tez kunlarda xudo xolasa u ham bo'ladi ekan. Eng qizig'i qo'shnilar bor. Polniy kelib yashashyapti. Albatta qiziqinglar azizlar, bunaqa shok seni hadib chiqarmaydi. Adreslarni yangilaytay sizlarga. Azizlarim, albatta mana shu videoda unga bunga jo'natib yuboringlar. Azizlar, bunaqasi qaytib uchira olmaydi. 360 ming so'm juda ham shok seni, albatta yana ozgina kami bor. Adreslarni qaranglar endi. Qirg'iziston O'sh shahri, Edelves massivi 214-uchastka bo'lyapti azizlar. 16-ko'cha ekan, 20-raqamlik chekimiz bo'lyapti azizlar. Albatta bu chek emas, men turgan o'na cheklar azizlar. Yana qaytarib sizlarga ko'rsatyapman. Azizlar, albatta qiziqinglar. Bu yerlar juda ham obod bo'lib ketyapti. Men maza qilib yubordim azizlar. O'zingizlar ham kelib, Abdullo, rahmat sizga deysiz, mana chekni olib, naq asfalt bilan keldim. Yangi asfalt azizlar. Mashinani shunaqa maza qilib kelasiz. Shaharda hech qancha yurmaysiz. Alentinlarni qarab turing. Xolosangiz o'zimizni Yujniydan kelsangiz bo'ladi. Xolosangiz men O'zg'ur tomondan, Yugoslaviydan kelsangiz bo'lar ekan. Mamakeyevni asfaltidan beta yo'l bilan ketaverasiz. Hech yoqqa bo'lmaysiz azizlar. Bunaqasi qaytib uchira olmaydi. Azizlar, mana sizlarga aytdim, to'g'ri asfalt bilan kelasizlar, qaranglar. Bunaqa chek hadimon uchira olmaydi azizlar. 360 ming so'm qirg'iz puliga albatta qiziqinglar. Sanatoriyani oldidan eng qizig'i yana 124-raqamlik marshrutka ham keladi ekan. Mana azizlar. Meni eng qizig'i qo'shnilar bor, suv svet bor, hayot bor bu yerlarda, qaranglar. Mana azizlar. Buni bu yoqiga endi to'lqasalar, albatta bitta laykchani qizartirasizlar. Abdulla omadingizni bersin deb turasizlar. Endi men sizlarga shunaqa cheklar chiqara olaman azizlar. Sizlar prosta olib qo'ysanglar, pul ushlab turgani bo'ldi. Azizlarim, endi telefon nomerlarini yozinglar, opaga telefon qilinglar, albatta shahardan o'zingizlar olib kelasizlar, ko'rsatadi. Siraz olib qo'yinglar azizlar, turaversin. Oldin yildan yilga qimmatlardi, hozir kundan kunga qimmatlab ketyapti. Lokatsiya yo'qdi azizlar. Ha, juda ham zo'r sizlarga ilindim. Yozinglar endi telefon nomerlarini 0552 bilan 170262, qaytaraman 0552 bilan 170262. Azizlar, mana shu videoda albatta shunaqa arzon chek olib qo'yaman. Prosta qo'rg'on qilib, qo'y mol boqib, gilohchalarni ekaman desanglar ham albatta qiziqinglar. Bu yerlarda уже yana qaytarib aytyapman, hayot bor azizlar. Suv svetlardan muammo bo'lmaydi azizlar. Mazza qilib kelinglar. Mana bu yerdan yaqinda xudo xolasa tez kunlarda ko'priklar bo'lar ekan azizlar. Sizlar meni kanalimni kuzatishda davom eta olinglar. Bundaqa shok seni 360 minglik cheklar chiqishni boshladi.